Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Hop, mana 2024-yil Billa haj safariga borgan hoji akalarimiz bilanmiz. Alloh taoloning fazli inoyati bilan biz hozir turgan yerimiz Paxtaobodda, Paxtaobod Ozod degan yer, Ozod degan yerda Shabnam deganmi? Baraj hududida. Baraj degan joy ekan. Baraj ekan bu joyda ati. Shabnam degan choyxona. Ve ajoyib bir so'lim chiroyli joy ekan bu aytim. Juda ajoyib yaxshi o'tiradigan, bir iymonlashadigan, bir hamsuhbat bo'ladigan joy ekan. Ahmad akamga xizmatga solamiz endi. Ahmad akam bizni o'ng qo'limiz bu kishi doim berorinchi. Hop, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salovat salomlar bo'lsin. Demek bugungi suhbatimiz mana shu Ozoddagi Shabnam degan choyxonada ekanmiz. Hoji akamlarni navbatlari ekan, bugun bir taklif qilishib hoji akamlar chaqirgan ekan bizni. Endi albatta yeb ichib mehmon bo'lib moddiy manfaat olib ketgandan tashqari bir ma'naviy manfaat, ya'ni bir fe'limizga, xulqimizga, dunyoyimizga, oxiratimizga foyda bo'ladigan bir suhbat bo'lsa yaxshi bo'ladi. Albatta siz bilan bizga Alloh subhanahu va taolo o'zini huzuridan bu dinni ne'mat qilib tushirgan ota bobolarimiz alhamdulillah musulmon bo'lib bu diyorlarimizni obod qilib, Imom Buxoriyga o'xshagan, Imom Termiziyga o'xshagan ajdodlarimiz bu yerlarda obod qilishdi. Ularni katta meroslari bor. Juda ulug' meroslari bor. Shularning meroslaridan, kitoblardan o'qib, o'rganib boramiz. Demek bugungi bob gunoh kabiralar haqidagi bob ekan. Gunoh kabira nima? Katta gunoh deganda bu. Alloh saqlasin. Alloh taolo kalomida Qur'oni Karimda aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Astagfiru billahi qul li ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Ey Muhammad alayhissalom, meni o'zini joniga jabr qilib olgan, o'ziga o'zi qiyinchilik qilib, mashaqqat qilib, gunoh qilib, shunaqa katta gunohlar qilib olgan shunaqa odam bandalarimga ayting. O'ziga zulm qilib olganlarga ayting. La taqnatu min rahmatillah. Robbingizni rahmatidan umidingizni uzmang deng. Innalloha yaghfiru zunuba jami'a. Alloh taolo hamma gunohlaringizni kechiradi deng. Va innalloha g'afurur rahim. Alloh taolo kechiruvchi, rahmdil zot deb oyatda bizni ko'nglimizni ko'taradi. Biz bechoralar o'tmishimizga qarasak, boshimiz aylanib, ko'nglimiz aynaydigan darajada gunohlarimiz ko'p o'zi aslida. Hammamiz ham o'sha ahvol. Alhamdulillah Alloh taolo hidoyat berib, o'nglab o'sha jaholat botqog'ida qoldirib yubormasdan o'zini haqiqati tomoniga, o'zini muhabbati tomoniga, adolat tomoniga o'tkazdi bizni alhamdulillah. Shu yashashimiz yaxshi. Lekin o'tmishni eslab xafa bo'lib ketamiz birodar. Shunaqa ishlarni ham qilgan ekanman-da, shunaqa gunohlarni ham qilgan ekanman deb xafa bo'lamiz. Alloh taolo shu ko'nglimizni ko'tarib aytayaptiki, aytib qo'ying. Ashi his qilib yurgan, o'ziga jabr qilib olganlarga aytib qo'ying. Bu hammaga ham emas bu. Ashi o'zini gunoh qilib yashaganiga pushaymon bo'layotganlarga aytib qo'yingki, Robbingizni rahmatidan umidingizni uzmang deb qo'ying. Deb Alloh o'zi va'da beryapti. Men ularda hamma gunohlarni kechiraman. Albatta men G'afurur Rahim, kechiruvchiman, mag'firatliman. Uni shartlari, shu gunohlarni kechirib yuborishlikning shartlari bor. U shartlar shuki, gunohlardan to'xtasin, qaytarmasin va qilganiga pushaymon bo'lsin. O'tgangi gunohlik hayotiga, o'sha ma'siyat hayotiga qaytishlikni xuddi o'tga tushib ketishdan qo'rqqandek qo'rqsin. Shunda Alloh taolo uni o'tmishdagi gunohlarni kechirib yuborar ekan. Nafaqat kechirib yuboradi, balki yubadilullohu sayyiatihim hasanat. Sizlarni gunohlaringlarni savoblarga aylantirib qo'yaman degan va'dasi bo'lyapti Alloh taolo. Agar astoydil tavba qilgan bo'lsa, kim tavba qilgan bo'lsa, gunohlarni qaytarmasa va tavbasida astoydil bo'lsa, solih amallar qilsa, shu bandalarini gunohlarini o'rniga masalan
tasavvuringlar uchun aytaman. 10 tonna gunoh o'yda turgan bo'lsa, borsiz qiyomat shu 10 tonna savobga aylanib qoladi deganida bu endi. Birovdan 100 ming qarz olsangiz masalan, yo million qarz olsangiz qancha bo'lsa hamda, shu odam sizga katta yaxshilik qilgan bo'ladi, shu qarzingizni kechirib yuborsa. Siz bera olmayotgan bo'lsangiz, bo'pti, menchi bera olmayapsan, shu qarzingni men kechdim desa, bu katta yaxshilik, o'lguncha esingizdan chiqarmaysiz. Lekin hech kim mana 100 ming dollarni kechib yubordim-u, o'rniga mana 100 ming dollar ham ishlatib qo'y deb bermaydi. Seni o'zi mendan 100 ming dollar qarzing bor edi, o'sha kechdim desa, bo'pti, zo'r ishda, endi sizdaqa baxtli odam yo'q. Lekin hali 100 ming bor edi-yu, asha senga kechib yubordim, mana ham ishlat deb 100 ming bermaydi-yu. Alloh taolo shunaqa qilar ekanda. Ya'ni ona 10 tonna gunohingga o'zi pachag'ingga chiqarib yuborishim kerak edi seni. O'zi bo'lganingcha bo'lib do'zaxga do'mbira bo'lishing kerak edi. Lekin ana endi seni jannatga kiradigan 10 tonna o'sha 10 tonna gunohing o'rniga mana 10 tonna savob senga deyishligi bu endi odam aqliga sig'maydi bu. U Alloh taoloning qudrati, Allohning qo'lidan keladigan ish xolos, bandaning qo'lidan kelmaydi. Shu o'zi oyatda va'da beryapti, yubadillohu sayyiatihim hasanat. Savob hasan sayyiatlarni, gunohlarni savoblarga almashtirib qo'yaman deb Alloh taolo va'da beryapti. Endi ustozlar aytadi, ulamolar, payg'ambarimiz alayhisalom aytadi, asosan gunoh kabiradan saqlaninglar. Shunaqa rivoyatlar bor, Alloh taolo gunoh kabirani kechirmaydi degan rivoyatlar bor, lekin ba'zi o'rinlarda shunga ham aytadilarki, agar to'xtatgan bo'lsa, tavba qilgan bo'lsa, Alloh xolasa gunoh kabirani ham kechirib yuborishdi. Alloh taologa biror nima kechiryapsan deya olmaydi. Alloh taolo kechiraman deb katta gunohni kechirib yuborsa, nima palonchining gunohini kechirasan deb birov ayta olmaydi. Allohni birov qozilik qila olmaydi Allohning ustida. Sen mana bu narsani o'zgartiribsan-u deb hech kim ayta olmaydi. Xohlaganini qiladi, xolasa umrini uzaytiradi, xolasa qisqartiradi, xolasa kechiradi va xolasa iroda uniki. Mana endi gunoh kabiralarda bir qator ko'rib chiqamiz. 4tasi qalbga tegishli. Gunoh kabiralarda, ulkan gunoh kabiralarda ulamolar 20 ta debdi. Ulardan 4tasi qalbga tegishli debdi. Birinchisi Alloh taologa shirk keltirishlik. Qalb bilan bo'ladi, qo'l bilan bo'lmaydi, oyoq bilan bo'lmaydi. Ya'ni yurakda, qalbdagi ishonchli bilan bo'ladi. Yani Xudoning o'rniga boshqa narsani mana shu ham yordam bera oladi deb boshqa narsaga ishonishlik. Duoni Xudoga qilmasdan boshqa narsadan so'rashlik va qo'rqishlikda Xudodan boshqadan va hokazo. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in deyapti, Alloh taolo o'rgatyapti. Sendangina yordam so'rab, sengagina ibodat qilamiz deyapti. Shu narsani Xudoning o'rniga boshqasiga qilib qo'yishlik. Shuning uchun ham Qur'oni Karimda Alloh taolo shirkni zulm degan. Inna shirka zulm. Bu shirk albatta zulm, katta zulm deganlar. Buni bo'lib ham kimga qilingan zulm desa, bandani o'ziga o'zi qilgan zulm ekan. Xudoga sig'inishlik qolib, Xudodan yordam so'rash qolib, Xudoga duo qilish qolib, qabrgamidi, boshqagamidi, shu daraxtgamidi, hayvongamidi, Hindistonlarda mollarga sig'inishadi. Shunaqa sig'inishlik bandani birovga ziyon qila olmaydi u deyapti. Xudoga ham ziyon qila olmaydi, o'ziga o'zi ziyon qiladi, o'ziga o'zi zulm qiladi deydi. Bu birinchisi bo'lsa, ikkinchisi mana shu ham eshitib qoladigan narsa, ikkinchi gunoh kabira, gunohlarda bardavom bo'lishlik. Ertaman qilgan tavbangiz abidgacha yetmasdan abiddan keyin gunoh qilmaydi deyapti. Rost to'xtadingizmi, tavba qildingizmi, o'g'il bola gapida turadi-da. Lafz degan gap bor. Eskilarda gap bor. Lafzing bormi seni deydi. Lafz nima degani? Fuka deb og'izda aytadi arab tilida, fuka og'zing degani. Lafz degani og'izdan chiqqan narsa degani. Og'izdan chiqdi, bo'ldi, ketdi, otilgan o'q endi. So'zini o'shuning uchun so'fi Alloh yor so'zini buzgan odamni qaytib yegan odamga o'xshatadi. Juda xunuk ish bu. So'zni, va'dani buzishlik shunday xunuk narsa. Allohning huzurida ham martabasi juda yo'q. Shuning uchun rost tavba qildingmi, bo'ldi endi dedingmi, yana gunohlardan to'xtash kerak. Balki odat qilib olmaslik kerak-da. Привычка deymizmi? Uchinchisi, Alloh taoloning rahmatidan noumid bo'lish ham gunoh kabira ekan. Bo'ldi endi men bo'lgancha bo'lganman, meni Xudo kechirmaydi deb o'shada degan odam o'sha bo'ldi, o'ladi, rasvo bo'ladi. Chunki noumid faqat kim? Shayton. Alloh taolo shaytonni alayhillardan noumid qildi. Siz bilan bizni Alloh taolo mana oyatda aytayapti-ku, la taqnatu bir rahmatillah, Robbingizni rahmatidan umidingizni uzmang deyapti-ku. Demak, Allohning rahmatidan umidini uzmaslik bandani eng katta ne'mati, eng katta Allohning bergan rahmati unga. Umidni uzsa u kofir bo'ladi endi. Shu hamma mazhabda, Hanafiy, biz Abu Hanifa mazhabimizda ham, Shofiyda ham, Malikiyda ham, Hanbaliyda ham Allohning rahmatidan noumidlik kofirlik deydilar. Noumid bo'lmaydi Allohdan.
Va to'rtinchisi Allohning azobidan qo'rqmaslik. Allohni azoblashdan qo'rqmay yashashlik ham bu. To'g'ri, Alloh kechiradi degan umidvorlik yaxshi, lekin umidni ham uzib qo'yish kerak emas. Xavfni ham yo'qotib qo'yish kerak emas. Qo'rqib ham turish kerak-da. Chunki o'sha ip, haligi bo'ynidan baylangan hayvonning ipi qo'shnini agorotiga kirib ketmaydigan qilib ushlab turgan bo'ladi-yu. U ip uzilib ketsa, u kirib ketaveradi-da. Odamni o'sha ushlab turgan ipi ahli Xudodan qo'rqishi va umidida. Shu ip uzildi, odam ham rasvo bo'lib ketadi. Demak, to'rtinchisi nima ekan? Allohning azobidan qo'rqmaslik. Endi qolgan yana to'rttasi gunoh kabiralarda qolgan to'rttasi tilga tegishlik. Birinchisi yolg'on guvohlik berishlik. Yolg'on guvohlik berishlik. Shunaqa ishlar bo'ladi. Falonchi siz meni deb qo'yasiz, siz aytib qo'yasiz deb o'rtaga tushib. Harom ish bo'ladimi yo to'g'ri ish bo'ladimi? Yolg'ondan gapirib turib guvohlikka o'tirishlik mumkin emas. Faqat yolg'onga 3 o'rinda ruxsat bor ekan. 3 o'ringa. Urushda dushmanni yengishlik uchun ishlatilar ekan hiylada. Er xotinni yarashtirish uchun ishlatilar ekan yolg'on. Er xotinni yarashtirib qo'ygan yolg'on kerak bo'lsa ishlatilar ekan. Ikkita musulmonni o'rtasida yarashtirib qo'ygani kerak bo'lsa ruxsat ekan shunda. Bir musulmonni ikkitasini yarashtirib bu buni yomonlayapti, bu buni yomonlayapti yoki doim sizni maqtab gapiradi. Falonchi aka sizni yaxshi ko'radi-da, doim siz to'g'ringizda yaxshi gap gapiradi. Shu ikkita odamni muhabbatlashtirib, yarashtirib qo'yishlik uchun kerak, ruxsat bo'ladi. Boshqa paytda yolg'on guvohlik, mana yer falonchinniki rost, men mashinaki edi. Ha? Haromdan birovning haqini birovga bu eng yomon harom ishlar. Ikkinchisi pok domonlarga tuhmat qilish. Bu nima degani desa, o'sha pokiza ayol yoki pokiza erkak shu mana shu falonchi bilan bunaqa zinoda yuradida, ana shu birovga salom berib qo'ysanglar bo'ldi-da, yomonga chiqarib yorib, ko'chada birovga salom berib qo'ysa bu xotin shu yuradida. Yo'q, bo'lmaydi shu. Hech ham bo'lmaydi. Shariat hukmida toshbo'ron qilinadi agar bilasizlar, shu zino qilsa darra uriladi, toshbo'ron qilinadi, oilali bo'lsa, oilali bo'lmasa degan shariat hukmlari bor. Shularning ichida shunaqangi pokiza ayollarni, pokiza erkaklarni, pok odamlarni zinokor deb shunaqa aytsa va gapini dalillab bera olmasa, o'sha odamni 80 darra uriladi. 4 ta guvohi bo'lish kerak. Shu voqea bo'layotganini ko'rgan 4 ta guvohi bo'lmasa, guvohi 3 ta bo'lsa ham kaltaydi. Guvoh 4 ta bo'lmasdan 3 ta bo'lsa ham daraydi. Bir odamning obro'si shu qadar. Shu qadar. Yolg'ondan qasam ichishlik. Uchinchisi yolg'on qasam ichishlik. Masalan, Xudoga qasam, Allohga qasam deb qasam ichiladi. Shu qasam bo'lar bo'lmasa ichilavermaslik kerak-da. O'zi bu Allohdan boshqaga qasam ichishlik harom o'zi. Allohning nomiga qasam ichilayotganda ham shuni ham nihoyatda hushyor bo'lib, bu zarurat bo'lmasa qasamga odat qilmaslik kerak. Va to'rtinchisi, bu ham eng katta gunoh kabiralardan bittasi, sehrga ishonishlik, shug'ullanishlik, sehrgarga borishlik, folbinmidi, baxshimidi, ko'zi ochiq deydimi, har xil tillarda aytiladi. Shunaqa birovni er bilan xotinning o'rtasini buzaman deb bir narsalarga dam solib, shunaqalar qildirishlik, isitma sovutma deydimi, nima deydi? Mana shular hammasi harom. Harom, bu gunoh kabira. Bu tilga tegishlilar. 3tasi qoringa tegishli. Bular nima desa? Xamir ichish degani mast qiladigan ichimliklarni ichishlik. Gunoh kabira. Yetimni molini yeyishlik. Yetimni haqqini yeyishlik. Gunoh kabira. Va ribo molini yeyishlik. Bu protsent. Ha, sutxo'rlik. Ikkitasi farzga tegishlik. Farz endi o'sha holat. Zino qilishlik va livota qilishlik. Zinoni bilamiz, nomahram erkak bilan nomahram ayol zino deyiladi. Livota nima desa, nomahram, ya'ni ikkita erkakni bir-biri bilan bo'lgan. Hozirgi kunda bir xunuk atlar bilan chiqyapti. Hatto buni agitatsiya qilyapti qadaydir haromlar. Agitatsiya qilib pul to'lab shuna odamlar shunga nima qilib, lekin bu eng gunoh kabiraning ham kabirasi. Lo'ttivozda, livota shu Lut alayhissalom davrida chiqqan ekan shuning uchun. Ikkitasi, 5tasi qo'lga tegishlik. Nohaq odam o'ldirishlik birinchisi. Ikkinchisi o'g'irlik qilishlik. Uchinchisi farzandlarini o'ldirish, o'zini bolalarini o'ldirish. Bu qana o'zini bolasini o'ldirib qo'yadimi birov? Qornida turgan bolani boqa olmaymiz deb abort qilib yubordi. Mana shu harom mana shu. 4 oy 10 kunlik bo'lganda bolaga jon kiradi. U tirik jon endi. Uni o'ldirishlik, odam o'ldirishlik endi. Ha. Qaroqchilik, yo'l to'sarlik qilishlik, odamlarni yo'lni to'sib molini o'g'irlab olishlik. Va 5-inchisi omonat va o'lja mollarga xiyonat qilishlik.
Bittasi oyoqqa tegishlik. Bu nima desa, vataniga dushman bostirib kelsa, shu vatanni himoya qilish kerak bo'lib turgan paytda shu urushdan qochishlik eng katta gunoh kabiralardan birisi. O'shuning uchun payg'ambar alayhisalom dushmanga orqaga qarab orqa o'girib qochmagin deydi. Bu gunoh kabira deydi. Dushmanga yuz o'girib qochishlik. Ya'ni vataningizni dushman bostirib kelib vayron qilyapti, bir narsa qilyapti. Bir qurol ko'tarib chiqish kerakmi, qo'lingizdan kelsa ketmon ko'tarib chiqasizmi, shu vataningizni himoya qilib olishingiz kerak-da. U vatan nima? Uyingiz, joyingiz, xotiningiz, bola chaqangiz, shu sizni qo'shningiz, mahallangiz. Mana maza qilib bu yog'i Samarqand, Buxoro qilib o'ylab yuribmiz-ku, hamma yoq tinchlik. Alhamdulillah. Bu yog'i Bishkek deymizmi, Toshkent deymizmi? Mana shu obodonchilik, o'sha tinchlikni qadriga yetmaslik bu qachon bilinadi buni qadriga yetishdi? Qachonki boshiga ish tushganda shu o'g'il bola bo'lib turib berish kerak-da. Vatanda o'g'il bolasini bekorga aytadimi? Bo'lmasam ana mol boqdi nima-yu, boshqa nima endi. Mol ham qo'yib yuborsa, jang'ir bo'lsa qochadi, shataloq. Alloh saqlasin, alhamdulillah. Va 20-si badanga tegishlik, bu huququl validayn, ota-onaga oq bo'lishlik. Ya'ni ota-onasiga payg'ambar alayhisalom va Alloh taolo ko'p qaytargan bundan. Qur'onda Alloh taolo astag'firullah fa'budulloha va livalidayya ihsana, Allohga ibodat qiling, ota-onangizga yaxshilik qiling deydi. Kimki ota-onasiga osiy bo'lsa, oq bo'lib qolsa, bu ham gunoh kabira, Xudo kechirmaydigan gunohlardan. Endi ota-onasi hayot bo'lsa-yu, yoshlarda chiqar, shunaqa savol chiqib qoladi. Ota-onasi yosh bo'lsa-yu, shu oq bo'ladigan ishlarni qilib qo'ygan bo'lsa-yu, ota-onasi hayot, endi orqaga qaytsa bo'ladimi desa, bo'ladi. Borib shu otasini, enasini rozi qiladi, duosini oladi. Shu ota-enasi kechirdim bolam, Xudo sendan rozi bo'lsin desak, bo'ldi, haligi oq degan ko'tarilib ketadi. Shu ketadi. Yo'q, endi ularning ko'zi ochiq mahalda shundan ulgurmay qolgan bo'lsa, endi Xudodan yalinib so'raversin, bu endi Xudodan endi. Nihoyatda qiyin holat. O'sha uchun ota-enani oq bo'lish, farzand oq bo'lib qolishi uchun ota-enasi seni oq qildim deb aytish shart emasda. Shu bolasini oldida otasi yo enasi shu gapni gapirsam bolamni xafa bo'lib qolmasmikin deb o'ylanib qolayotgan bo'lsa, o'sha bola oq bo'libdi. Shu bola oq bo'libdi, chunki ota-enasi shuni oldida gapirishni o'ylanib qolyapti ekan. Demak, ota-enaga qattiq gapiradi-da. Shu gapni bir narsa desa, ota-enasiga chapchib yuboradi. Demak, u bola oq bo'libdi. Uni oq qildim deyish shart emas. Yoki bo'lmasam otasi yo enasi shu bolasini yo'q mahalda shu bolasini qilgan ishini eshitib xafa bo'lib yig'lasa oq bo'ladi shu bola. Albatta oq qildim deyish shart emas. Yana buni ko'rib turgan yoshlarga aytadigan gapimiz, ko'p oilalarda bo'ladi shu narsa. Biz endi haligi oqsoqollar, masjidda imomi bo'lsak, boshqa bo'lsak, shunaqa chaqiradi oilaviy ishlarga. Otangiz yo onangiz sizni oldingizda sizga eshittirib, akangizni yo ukangizni maqtasa, u sizni yomon ko'radi degani emas bu. Akamni ko'p maqtab qo'yapti, o'shini ko'p yaxshi ko'radi deb Odam alayhissalomning o'g'li Qobil bilan Qobilning kuniga tushib qolmang. Sizni oldingizda akangizni, ukangizni, opanggizni, singlingizni maqtayotgani sizni ham ularni yaxshi ko'rib qolsin, bular inoq bo'lsin deb qiladi. Mana o'tirib turishlar, otalar, mana hammasi otalar. Hech qachon ota-ena bolasiga ikkinchi bolasini yomonlamaydi. Akang o'lgur anaqa, ukang o'lgur manaqa demaydi, maqtab gapiradi. Ayblarni bekitadi. U maqtashdan maqsad sizni yomon ko'rganligini ko'rsatish emas. Sizga ham o'sha akasi yo ukasi yaxshi ko'rinsin bir-biriga inoq bo'lsin bular, bir-birini yaxshi ko'rsin degan ma'no bo'ladi. Siz akamlar menlar qaroramanmi? Opa yo singlimlar menlar qaroramanmi? Singlimchi, akamchi, opamchi demang. Siz qaror olyapsizmi ular qaragan paytda Xudo beribdi sizga. Sizga Alloh taolo ikki dunyo baxtini beribdi. Shuni harakatda bo'lish kerak. Endi aytaversak gap ko'p. Bugungi mana shu suhbatimiz 20 ta gunoh kabiradan qisqacha gapirib o'tgan bo'ldik. Alloh taolo shu gunohlardan saqlanishni bizga nasib qilgan bo'lsin. Endi so'zimizni oxirida bir narsa o'qib beraman. Bu ey o'g'il degan Salohiy hazratlarini g'azalini bir o'qib bergandim sizlarga. Ey o'g'il, haddingda tur, otang seni sotganda ham degan. Shu g'azalga bir muhammas qilganman. Buni yaqinda boshqa yerda o'qib berdim, sizlarga bir ilmni o'qib beray sizlarga. Foydali bo'ladigan bo'lgandan keyin mana bu yerda bor ekan.
Salohiy hazratlarini bu kishi Salohiddin qora kelib Toshkentda yashaganlar. Shu kishini bu she'rini ko'pchilik eshitgan. Avvalgi katta qo'shiqchilari va ashlar ham aytgan. Ey o'g'il haddingda tur, otang seni sotganda ham, inchunun mushfiq onangni so'zlari botganda ham. Shu g'azaliga bir muhammas qilib tahmis qilganmiz. Ustiga qo'shib bir kengaytirganman. Shu she'rni shuni o'qib beraman. Bismillahirrohmanirrohim. Salohiy g'azaliga rahimiy muhammasi. O'lmagay hikmat erur 100 ming asr o'tganda ham. Har nafas yodingda tut, hatto ajal tutganda ham. Ekkaningni o'radursan tirmoh yetganda ham. Tirmoh deb kuzda aytadi. Ekkaningni o'radursan tirmoh yetganda ham. Ey o'g'il haddingda tur, otang seni sotganda ham. Inchunun mushfiq onangni so'zlari botganda ham. G'unchadek nozik nihol erding alar bog'ida sen. Ulg'ayib bo'lding chinor shodliklaru ohida sen. Ko'zlarin yoshida sensan, dillarin dog'ida sen. Kechmagil farzandi zan deb keksalik chog'ida sen. Kechmadi sendan alar zahru zaqqum yutotganda ham. Ya'ni kechmagil farzandi zan deb xotinda aytadi. Ota enangdan bola chaqangni deb xotiningni gapiga kirib teskari qarab kech bormagin. Seni katta qilayotganda ular zahru zaqqum totganda ham qiylanib sendan kechmagan. Der habibim ikki ne'matdir, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam habibim. Der habibim ikki ne'mat gar berilsa kimga kim? Ketmayin qadri bilinmas noshukrlik qilsa kim? Xotiri jamlik biriyu tansihatlik bilsa kim? Har nechuk davlatdan ortiq salomatlik senga kim? Shukrlar takror qil kim kechalar yotganda ham. Garchi umring bahorida g'unchayi ochun esang, ro'zi mahsharda habibim ummatim desin desang, manglayingga haq taolo saodat bitsin desang, baxt yo'li bog'lanmasin umrim go'zal o'tsin desang, erta yotgin erta turgul yotma tong otganda ham. Bo'lma ish yomonga aslo, ish deb do'st bo'lma. Bo'lma ish yomonga aslo noo'rin payrov kabi, payrov deb bir narsaga o'xshatish aytadi. Payrov qilyapti degani o'xshatish qilyapti. Birovni hayotiga o'xshatib yashash deydi. Payg'ambarimizni hayotiga o'xshatib yashashlik sunnatida, shuni payrov deydi. Noo'rin payrov yomonlarga o'xshatish aytadi. Bo'lma ish yomonga aslo noo'rin payrov kabi, ma'rifat nuriga intil porlasin dil kavkabi, kavkab yulduz. Yuragingni yulduzi porlab ketsin, ilmga qarab intil. Jaholat zulmat erur bo'lma o'zingga yov kabi, ilmdan qochgan odam o'ziga o'zi dushman endi. Jaholat zulmat erur bo'lma o'zingga yov kabi, mehri yo'q dil anglamas toshlar bilan ishlov kabi, murshidi komil ani qalbini uyg'otganda ham. Toshni o'yib chiroyli yasaganing bilan agar jon kirgiza olmasang, uni foydasi yo'q. Uni Alloh qiladi, sen qila olmaysan. Shunga o'xshab toshni o'ygan bilan jon kirmagandaqa eng zo'r olim kelib o'qitsa ham bebahra odamga ilm yuqmaydi. Tosh bo'yicha qolib ketadi. Kamtar o'lgin hech bir ummon yuqoriga oqqan emas. Dengizlar ham tevaga qarab qolmaydi. Siniq o'shuncha katta bo'lsa ham pastga qarab oqadi. Kamtar o'lgin hech bir ummon yuqoriga oqqan emas. Takabburga Xudoyim yavmul jazo boqmasdira. Kamtar o'lgin hech bir ummon yuqoriga oqmasdira. Takabburga Xudoyim yavmul jazo boqmasdira. Qiyomat kuni Alloh taolo mutakabbir kishiga qaramas ekan, nazar qilmas ekan. Qancha yomg'ir yog'sa ham toshdan giyoh chiqmasdira. Qancha yomg'ir yog'sa ham toshdan giyoh chiqmasdira. Zehni past bebahraga ilmu hunar yuqmasdira. Ibn Sino g'or ichida hikmat o'rgatganda ham. Ibn Sino qamoq olib o'qisa ham odam bo'lmaydi agar bebahra bo'lsa. Do'st ila bo'lsang quvonchlik, hazinlik onida bo'l. Birovga do'st bo'lsang, xursandchiligida emas, xafaligida ham billa bo'l. Do'st ila bo'lsang quvonchu hazinlik onida bo'l. Bevafo bo'lma hamisha tashvishu shonida bo'l. Hayotbaxsh jonida bo'lgul, ham oqar qonida bo'l. Olsa mard olsin boshingni, mardlar yonida bo'l. Borma nomard qoshiga harchand boshing qatganda ham.
ochingdan o'lsa ham mardni yonida bo'l. Mardlar bilan boshing olib ketsa ham mayli, nomardni oldiga borib non so'ramagan. Nomard bilan birga bo'lma. Ey Rahimiy, so'zni kam qil bu g'aliz baytingda sen. Bitilgandir bu hikmatlar asli yo'q paytingda sen. Bu she'rni Salohiy yozganda men hali tug'ilmadim. Shuning uchun aytyapman endi, ey Rahimiy, so'zni kam qil bu g'aliz baytingda sen. Bitilgandir bu hikmatlar asli yo'q paytingda sen. Sol quloq olgin nasihat ko'p demay talqinda sen. Ko'p gapirmasdan shu gaplardan, shu Salohiyni yozganidan nasihat topib qo'yaver o'zingga. Sol quloq olgin nasihat ko'p demay talqinda sen. Ey Salohiy, chekma ko'p g'am ba'zilar haqqinda sen. Boy berur bebaxtlar, boy berur bebahralar gavharni uchratganda ham. Endi ey Salohiy, sen nasihatingga odamlar quloq solmayotgan bo'lsa xafa bo'lmagin. Chunki bebaxt odam, ahmoq odam tilla topolsa ham bu toshakanda tashab ketadi. Gavharni ham bu toshakanda tashab ketadi. U nasihatni yaxshiligini bilmaydi, u ahli yetmaydi. Xazinaga haligi rahmatulloh akamga gapirib o'tganda aytib berdim. Bir tilla kumush oltinlar to'ldirib xazinaga mushukda olib qo'yib yuborsangiz, birorta tillaga qaramaydi. Bu chiqon ovlaydi, chiqon qarmaydi. U o'zini ahli yetadigan narsani ushlaydi. Demak, sizni chiroyli nasihatlaringizga quloq solmayotgan bo'lsa, u o'zi nariyog'ida bebahra ekan. Alloh taolo yaxshilar bilan birga qilsin, hammamizni gunoh kabiralardan saqlasin. Bu biz aytgan nasihatlar, bu ustozlar aytgan nasihatlarni Alloh taolo bizni avlodlarimizga ham yuqtirsin. Vatanlarimiz tinch, omon bo'lsin. Va sallallohu taala ala xayri xalqi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain. Allohu akbar. Rahmat.